Suhrobek Atajonov. Boshlandi do'stlar. Birinchi raundga start berilmoqda. Bo'y borasida ustunlik hamyurtimiz tarafida. Dog'istonlik jangchilarning asosan bazasi kurash bo'lishini yaxshi bilasiz. Lekin bugun Shohrux aynan ushbu misolga teskari holatdagi jangchi tashrif buyurgan Dog'istondan, ya'ni Sharabullet. Sharabullet albatta. Faxriy mehmon Suhrobek Atajonovda ham o'zi aslida kurash yomon emas. Yodingizda bo'lsa, Merab Dvalishvili bilan sparring jarayoni tarqab ketgan internetga. Merab Dvalishvilining yaxshigina uchirgandi. Faqat Merab Aljamain Sterling bilan ham kurashgan. Aynan Dubayda TKMM Fit zalida. Ehtiyot bo'lish kerak mana bunday zarbalardan. Ikkala jangchida ham asosiy ustunlik o'sha submissionlar orqali g'alabada ekan. Ibrohim Halilda ham demak 7 ta g'alabasi submission orqali, bittasi nokaut. U umuman janglarni hakamlar qarorigacha olib bormas ekan. Umuman mag'lubiyat ham g'alabasi ham muddatdan avval bo'ladi doim. Suhrobek Otajonovda esa bitta nokaut, 4 ta submission, 2 ta hakamlar qarori orqali g'alaba bor. Ammo mag'lubiyati hech qachon muddatdan avval bo'lmagan. Agar mag'lub bo'ladigan bo'lsa, faqatgina hakamlar qarori orqali mag'lub bo'ladi. Biroz xavfli zarba, lekin vaqtida qo'lini qo'ya oldi Atajonov. Hali ham shu o'rganish ishlari olib borilmoqda, raqiblar ko'nikishmoqda bir-birlariga. Ajoyib zarba. Yaxshi kutib oldi. O'ng qo'lda to'g'ridan yo'llangan zarba bilan Atajonov. Oktagon markazida jang davom etyapti hozircha. Ko'rdingizmi? O'ylabda mana bu yerda zarba ketma-ketlikka o'zi ham qabul qilib oldi Suhrobekni. 3 ta aniq zarbaga bitta tizza zarbasi ham o'tdi Atajonovning. Lekin mana asta-sekin oldinga boryapti, ta'qib qilyapti Ibrohim Halilov. Kick zarbasi. Suhrobekning jang uslubi menga juda yoqadi. O'zi mana shunday ajoyib vaziyatlarda ham o'ziga qandaydir bir vaziyat yarata oladi. Uppercut zarbasi noaniq. Yaxshi. Oyoq harakatlari ham yaxshi rivojlangan Atajonovda. Footwork. Mana endi takedownga urinish bermadi. Ochiqchasiga kirishga harakat qilib ko'rdi. Biroz tayyorgarliksiz harakat qildi ushbu takedownni amalga oshirish uchun. Elxan Ibrohim Halilov zarbalar almashinuvida Atajonov anchagina ustun ko'rinyapti. Aniq o'tkazyapti zarbalarini. Bo'y borasidagi ustunlik, qo'lning uzunligi baribir foyda beryapti. Yana bir aylanma zarba, round kick. Yana bir qo'l zarbasi. Aniq. Mana endi oyog'ini berib qo'ydi, lekin bermayapti. Aksincha qarshi hujumda tuta olyapti Atajonov. O'zi Suhrobni takedown qilish ham oson emas. Middle kick, front kick. Hujum jiddiy amalga oshirilyapti. Yana bir tuzza zarbasi. Ortga chekinmoqda Ibrohim Halilov. High kick. Qo'lini qo'ya oldi. Uppercut. Chap qo'l zarbasini o'tkazib boryapmiz. Juda chiroyli harakat qilyapti. O'ziga ishonch juda ham yuqori. Birinchi raqamli jangchi bo'lib ishlayapti Atajonov raund boshidan buyon. O'tkazib oldi Ibrohim Halilov ham. Oldiga qo'l, yon tomondan yo'llangan zarba. Qo'nso'rga qolyapti.
Va shu pallada birinchi raund o'z yakuniga yetdi. Atajonov ishonch bilan harakat qildi birinchi raundda va haqli tarzda raundni o'z hisobiga yozib qo'ydi deb bemalol ayta olamiz. 1 daqiqalik tanaffus kelajagga ham kerakli xulosalarni chiqarishadi. Press konferensiyada men uchun eng kulgili holat Suhrob Atajonovning javobi bo'ldi. Ana savolni eslasangiz, agar raqibingizga sizni mag'lub qilish uchun bitta maslahat bera olsangiz, u qaysi bo'lardi desa, hech qanaqa maslahat bermayman. U o'zini bilganini bosaversin, men ham o'zim bilganimni bosaman. Yaxshi kutib oldi. Muvozanatdan chiqarib oldi do'stlar. Qanday zarbani o'tkazib oldi. Jang parterga ko'chyapti. Juda qiyin vaziyat. Ibrohim Halilov, Loki ketma-ket seriyalar, zarbalar. Hali taslim bo'lgani yo'q Ibrohim Halilov. Mana bu esa juda og'ir zarba edi.